Hikoya Tevsiz pakt. Abdori Ra'na G'ofur. 3-qism. Xushgul, namoz o'qamsiz? Ha, 5 vaqt o'qiydim, xonim. Ikkimizning yeshi tengkan, meni xonim demang. Doktordan bo'lmasa? Ma'qul xonim. Yo'q, doktor. Odamlar o'lsa, jannatga yo do'zaxga boradi. Shundaq-ku? Shundaq. Eringiz nega ketgandi? O, nega borsa, men Allohga meni u yerga buyurmaslikni tilayman. O'shmitingiz? Doktor, biz sizlardak shalik emas, muhabbatlashib to'y qilmaymiz. Uydagilar teging debdi, tegdim. 10 yilning yoqi butun bir uylikning xizmatini qildim. Eshitganim, tildashnam, yeginim tayoq to'qmoq bo'ldi. Ko'ngilni og'irtaversa, yaxshi ko'rishnim uqmaydigan bo'lib qoladi ekan ayol kishi. Ammo u cho'nqur tindi. Men uni oshnasi to'g'riliq bir narsa demdikin deb qiyos qildim. Davtaxunni boshqacha ko'ratdim. U sili degan yaxshi ko'rishmiki tang? Men do'zaxga kirman, doktor. Davtaxun bilan ish-pash tortishib qolgan kundan boshlabla do'zaxga kirdigan bo'ldim deb dakki-dukkida yuratdim. Mana endi 4 jonga zomin bo'lib, rost do'zaxga kirdiganda qo'rqmaydigan bo'lib qoldim. Boshqa kelsa, botir o'xshaydi. Qayni sing'illaringizni nemishqa qasildingiz? Ularni qasddan qaslamadim, doktor. Ularga o'shligim rost. Men kelin bo'lganning yoqi tinmay xizmatini qilsammi, yaxshi bo'la olmadim. Ikkilisi bek hazazul, zuvandar. Hadisla oksiga, opsiga chiqib, meni til tayoqqa qo'ydi. Ba'zida o'zlari uradi. O'limini tilaydim. Ammo u kuni yo'ptanga tuz soldim deb, tuzning yenida qo'yib qo'ygan, etizga chochadigan qurt o'ltirish do'risini sapdiman. Chim u yerga qo'ygan bo'g'iydi uni. Ikkisi yo'ptanni ichib bo'libla, qo'sqini tutib, domlashqa başladı. Og'zidan ko'pak chiqdi. Bu chaqda samitam bangni chekib, tavkadan uttirib kiribdikan. Singillarni ko'rib, "Voy xompar, annangni ji, singillarimga nemish qilding?" deb qo'g'lab urib ketdi. Ya gapimni tegilib qo'ymaydi. Shundoq qossammo tutilib qilib, tayoqni bak yedim. Peychog'da ostiga besivilib, toza mushlayotdi. Qo'limga bir narsa urindi. Tutsam cho'moq ekan. Tayoqning og'riqida kallasiga birni sapdiman. O kallasini tutib, yana to'xtamay tilladi. Uni ittirib, tushirib etib qolsam, qon oqqil turibdi. Shuning bilan qechib ketdim. Qechib, Davidning yeniga bordingizmi? Nemishqa? O Shanjangning mashinasini haydab, jiq ish ko'rgan. Shunga bir maslahat beramdikin deb borsam, uyda yolg'izkan. Bak maskan, bo'lgan ishni desam, "Men seni odam o'ltir demisam?" deb turib oldi. Menmo o'ltiray demagan, endi qanday qilaman desam, "Qechib ketgin" dedi. "Senmo ma'amsan" deb so'rasam, "Kalva emas, men be opdan turmishimni tashlab, sen bilan qochadigan" dedi. Emisa men ketay deb mang'ili turdim.
O мәсчілікті кетіштін бұрын дәп есілді. Qorqunishda ya kuchim yetmaydi, meni ostiga besib oldi. Kegizning ustida birliganda qo'g'in shapqi bilan pichoq turibdi ekan. Pichoqni elibla, seni ho'kiratgani mushummo deb. U gepidan to'xtab, yerga qarab o'ltirdi. Bularni degicha shunchalik tamkin so'zildiki, ovozi bir tuz siziqdi chiqdi. Qarmoqqa u butun umidini uzib, o'zini do'zaxga mahkum qilib bo'lgan edi. Men saqchini chaqirib, gumondorni elib chiqib ketishni buyurdim. Andin yamanlab o'ltirgan O'shir ko'jangning yeniga berib, ispat ishkovidagi qurt o'ltirish dorisini ko'rib beqishni so'rdim. O manga qarabmı qo'ymay, qo'l ostidagi birsini buyurdi. Plastik xalta, Xitoycha qurt o'ltirish dorisi deb yozilgan. Uyg'urcha xat yo'q. O'lgichining uyidagi tuz xaltasini esladim. Ikkisi hajmi bak farqlanmaydigan plastik xalta. Xitoychilik xati bor. Xitoycha bilmagan odam bak zan salmasa, farq qilmoq ras oson emas. Lekin bu qanday qilib oshxonaga o'choq beshiga kirib qoladi? Xushgul o'zi akirib solganmi yoki birarsi ehtiyotsizlikdan qo'yib qo'ygan bo'lsa, u uqishmay selib soldimi? Bu ikkisida jinoyat tubdan o'xshamaydi. Birsi qasdan odam o'ldirish, birsi savallik bilan odam o'ldirish. Gumonimni mutallib akaga devidim, u buning halqiliq masala ekanligini, ammo dorini oshxonaga akirgan odam tepilmasa, Xushgulning qasdan odam o'ldirish degan jinoyatini yuyolmaydiganligini aytdi. U yana agar Xushgul cho'moq bilan urganligida ching tursa, go'rni ichishimizga to'g'ri keladiganligini, buning rasmiyatini yuqorga deb bejirib, izhorning elib kelib tekshirishga qatnashdiganligini uqtirdi. Izhor rasmiyatni bejirib keldi. Ikkimiz Shanxaydagi tibbiy institutning qonun doktorligini o'qigan. U mendan 3 qarori yuqori. U qo'shimcha qonunni, men qo'shimcha psixologiyani o'rgangan. U magistrlikni bitirib, mening o'qishim tugishiga birga qaytib, yuqori sotqa ishga tushdik. Boshqarma boshlig'imiz mening dadam. Birinchi avlod Uyg'ur qonun doktori. Dadam ikkimizga qattiq talab qo'ydi. Ham bizga qarab dili bak so'yinadi. Bir talli qizini qonun doktori qilish qarori jiq kishilarni dadamning ro'yi holatidan gumon qildirgan edi. Ammo dadam mening bu kasbga bo'lgan muhabbatimni tushunadi. Chet el o'qitish filmlaridagi usta qonun doktorlarining jasad tekshirish sinlarini qayta ko'rib, xotir qoldiraman. Sögət yopurmiq şəkildəki çoğ-kiçik operatsiya pichqi tatarğan jasadning badanini kəskəndə asta sınıb qan chiqishi manga bir san'atdak bilinadi. O'lgan odamning qon aylanishi to'xtag'achqa, kesilsa tirik odamdak shu zamon qon chiqib ketmaydi. Andin hamma a'zolarni reyti bo'yicha bir yoqqa elib, o'lchab, jinglab, nomer qo'yish. Hammadan sirliq, go'zal a'zo menga. Qonun doktorluq yuqori darajalik fan texnika. Ammo buni o'rganish jarayonida yaratquchiga bo'lgan e'tiqodim bak kuchaydi. Hech kim odam badanini bu qadar mukammal yaratolmaydi. Butun a'zo, so'ngak, paylar jipsilishidi. Ammo bir-biriga taqashmaydi. Ba'zilar qonun doktorini o'likdan qo'rqmaydi deydi. O'likning qo'rqadigan nemasi bor? Qo'rqinishligi tirik odamlar.
Yeni ba'zilar Xudoga ishonami, mushular deyishir ekan. Halbuki biz eng ishonamiz. Chunki Allah bizga boshqalar ko'rib baqmagan mo'jizani ko'rsatdi. Har qitimliq jasad tekshirishning oldi keynida yuyinaman. Bilgan duolarimni o'qib, Allohdan mag'firat tilayman. Ko'z oldimdagisi jonsiz tan emas. U bir ota yoki ona, aka yoki hada, ini yoki singil. U birisining farzandi, so'ygini, qadrdoni. U muhabbat nafrati bo'lgan birisi. Uning ruhi beshimda qarab turdi. U mendan yuksak mas'uliyatchanlik bilan haqiqatni aytishimni talab qiladi. Men qonunga emas, haqiqatga sodiq. Chunki qonun o'zgardi, ammo haqiqat birla. Izhor kelibla delo muhokamaga tushdik. Yuqoridan berilgan ko'rsatma. Qurut o'ltirish dorisining manbasi va uning tamoqqa aralashib qilish sababini aniqlash. Jasadning menga ustixonidagi zaxmiga qarab, qotillik qurolini bekitish. Davidning o'limi Xushgulning qo'g'dinishiga kiramdi deganlarni aniqlash. O'ylag'animdek Samatning ota-onasi go'rni ichishimizga jon jahli bilan qarshilik bildirdi. Mutallib aka gapini tugatmayla Quvonxon hozini boshladi. Voy arslan balam, yosh ketdi deb yig'lasam emdi, seni ko'rindimi tinch yotqili qo'ymadi balam. Gongsandangning azod zamonida qotilni jazolamay, o'likini ko'laydigan qanday qonun ey? Voy biz puhralarning tirikimi, o'likimi aram topolmaydi ekan. Voy acha, sabr qiling. O'g'lingizning o'lim sababini aniqlab, uningmi, tiriklargami javob berishimiz uchun jasadni etishga ruxsat qiling. Jim o'ltirmay, mushuni deganimni bilaman. Quvonxon menga etilib keldi. Hey, Xudodan qo'rqmaydigan qanjoq! Sen doktor emas, alvast ekansan. Uning mening yuzimga sunilgan qo'llari havoda laylab qoldi. Izhor uni beg'ishidan tutib olgan edi. Men chiroyimni o'zgartmay, kulimsirab o'ltiraverdim. Izhor yenimdala bo'lsa, men hech qanday xavf-xatarga uchramayman. U menga yuksak bexatarlik tuyg'usi berdi. Bu uning qomatlik bo'lganidan emas, balki o'tkir zehniga ko'ra vijdonliq, mas'uliyatchan, so'zida turadigan er bo'lganidan. O'shirko'jang bir tarafda go'shib qarab turadi. Mutallib aka uningga bir narsa demamla deganda qaradi. U shapkasini ilib, maylashgan beshini qashlab turib. Asta, çataq bo'ldi ya bu. Musulmonlarda o'likni assi yomon bo'ladi. Endi qonun ichingdisa ochmay qandoq qig'liq. Yomon bir ish bo'ldi bu. Uningdan tuzuk gap chiqmaydiganligini bilatdik. U yerdan yenib chiqib, yezidagi mo'tavar Saudida diniy ta'lim olgan yezining imomi muhtaram hojimni izlaydigan bo'ldik. Davomi bor.